yo'q. Meni gapirmadingizmi? To'dalarim kellaring deganda meni nazarda tutmadingizmi? Do'mboq deb haqorat qilgansiz, yengil tabiat do'mboq odamlar deyapsiz. Bu mazax to'g'risida menimcha bir nima bor, vayl bo'lsin deyilgan, menimcha mazax qilganlarga. To'dalarim kellaring degan gapingizga ham nimadir bormi? Hadislarda u yo'q. Eshitganlarimni o'zingizga aytolman, domla. Men sizdan o'rganganman shularni. Vayl bo'lsin, Allohning la'nati bo'lsin degan masxara qilganlarga. Orqasidan g'iybat qilganlarga. Men g'iybat qilganimni asoslab bering, ko'rsatib bering, mayli. Qo'limni ko'taraman. Hozir shuncha kechirim so'rab video qo'ymagan nomard. Yo'q. Men sizga isbotlashlikka qonuniy asosda qozi sud oldida hujjatim yo'q. Nima? Ya'ni nima to'liq? Ya'ni aytadiki, siz ham aytyapsizki, PR deyapsiz. Meni PRga nima ehtiyojim bor? Siz orqali PR qilamanmi men? Menga ehtiyoj yo'qki. Qaysi joyda, qani, qaysi minutda, qaysi jumlada o'sha Abror Muxtorali PR qilyapti degan gapim qani, domla? Yo'q, deyapsiz-da, hozir qani meni tutolmaysan meni gapim bilan degan tabiatda bo'lyapsiz. Shuning uchun foydasi yo'q deyapman. Sizni ko'nglingizdagi gapni gapirib qo'yishimni xohlayapsiz-da, men domla, men unaqa emasman. Menga keragi yo'q uni. Menga keragi yo'q. Siz xohlayapsiz men haqimda, siz haqingizda gapirishimni. Chunki men siz haqingizda gapirmaganman-ki. Chunki men gapiradigan ish qilmaganman-da, o'shaning uchun gapirmagan hech kim. Gapiradigan ish qilmaganman, domla. O'rningiz yo'q. Jamiyatda mening uchun o'rningiz yo'q. O'shaning uchun sakkiz. Rahmat, xo'p, o'rnim sizningcha o'rnim yo'q ekan. Boshqa insonlar uchun bordir balki. Bordir, o'sha sizni boshqa insonlar nazdida o'rningiz bo'lsa, o'shalar bilan gaplashib yuravering. Nima qilasiz men haqimda gapirib? Siz haqingizda gapirganim qani deb yana so'rayapman. Yana aytyapman, mana shu gap hezalayni gapi. Bo'ldi, siz gapirmagan ekansiz. Bo'ldi, meni nazdimda siz hezalay odamni tabiatidagi odamsiz. Bo'ldi, siz meni ushlamaysan, xohlagan gapimni gapiraman. Siz meni qancha haqorat qilsangiz mayli, domla, qarang. Xudodan ham qo'rqmayapsiz-da haqorat qilishda. Xudodan ham qo'rqmayapsiz-da siz. Xudodan qo'rqishni Alloh bilan banda o'rtasiga qo'yib qo'yaylik. Sizga javob bermaydi Xudodan qo'rqadigan odam. Siz meni haqimda gapiryapsiz. Izohlarda meni deyapti. Ana Otabek Hamidov degan onasini avratini reklama qiladigan odam o'zini profiliga qo'yyapti. Sizni videoingiz o'tdi. Izohlarda hamma haqorat qilyapti meni. Mayli, men ulardan haqorat qiladigan, menga qarshi montaj qiladigan odamlarga ya'ni javob bera olganim uchun turibman maydonda. Menga birortasini ham qiziq joyi yo'q. Tushundim, domla. Men o'sha joyda ham, kommentariyada ham aytyapman. Haqorat qilmasdan fikrldiringlar deb gapirib o'tiribman. Haqorat qilmanglar. Men o'zim haqorat qilishga demak siz nimani gapirsangiz ham bo'laveradi-yu, lekin biz gapirsak bu fazilat emas, bu xotinchalik gapi bo'lib chiqyapti. Bu teskarisi, buni teskarisiga ayting. Sizlar nima desanglar ham bo'laveradi, men javob bermasligim kerakmi? Bunaqa emas, domla. Chunki men hayotimda sizni gapirmaganman. Tanimayman ham rostdan ham sizni. Men sizni yaxshi taniyman, yaxshi kuzataman, men eshitaman. Hop, nimaga unda gapiryapsiz meni? Qani siz gapirganingiz? Gapirsangiz bo'laveradimi? Siz gapirsangiz bo'laveradimi? Yo'q, qani sizni gapirganingiz? Mana shu joyda suhbat bog'lab o'sha bildirsa bo'ladi. Agar u onasini avratini yozgan bo'lsa-da, unda bildirsa bo'ladi. Onasini avratini yozgan odamga nimaga onangni avratini yozyapsan desa haqorat bo'lmaydi. U nima degan onasini avratini nima deb, men ko'rmaganman. U nima degan sizdan eshityapman. Siz masalan ko'rmaganman, nima deganman? Men isbotlamaysan. Bu endi sizni tabiatingiz ekanda. Yo'q, yuravering, gap yo'q. Siz bilan gaplashgan ekanmiz, o'rtada madaniy suhbat bo'lgan ekan. Haqorat qilmaganman. Yo'q, madaniyatdan chekinganman o'sha suhbatda. Yo'q, men ham chekinmaganman. Yo'q, hozir ham unaqa emas, lekin siz chekinyapsiz. Madaniyatdan ancha yiroqlashib ketdingiz hozir, domla. Yo'q, chunki menga sakragan odamga nisbatan filologik jumla tuzib, mazasini qochirib qo'yaman men. Siz sizni haqorat qilayotganim yo'q. Menga nisbatan orqadan ming'ir-sing'ir qilyapsiz. Deyapman, erkak bo'lavering. Birovni gaplashgan ekanmiz deb bo'ling. Yo'q, tushundim, domla. Birovni onasini haqida unaqa yomon gap gapirmang, o'zini mayli gapiring. Yo'q, o'zini gapiring, avrat deyapsiz. Ona prichom bu yerda? Ona bizni tug'ib, katta qilib, voyaga yetkazadi. Onadek muqaddas zot bormi bu yer yuzida? Bunaqa safsatani yo'q, bunaqa safsata hissiyotga o'ynashni boshqa odamga qilasiz. Kimga qilaman? Mana farazan bir odam sizga keldida onasini avrati bilan sizni so'kdi. Misol uchun. Siz unga onangni avrati bilan meni so'kma desangiz, uni haqorat qilgan bo'lasizmi? Yo'q, bu bo'yicha hadis bor-ku. Bu bo'yicha.
Xo'p, siz hadis bilan gaplashmoqchimisiz yo? Yo'q, o'zi umuman men sizdan eshitgan narsamni gapiryapman. Ya'ni o'sha eshitgan gapini gapiravermaydi o'ziga foyda deb o'ylab. yo'q, sizdan eshitganman qizig'i bu narsani. Yo'q, mendan eshitasizmi yo'qmi? Momentdan foydalanib o'zingizga foyda deb hadis deb ishlatib ketavermaydi. Hadis degan odam hadisda bor. Bir odam haqida nomini aytmasa ham, u aytib yurgan gapni aytib, palonchi desa, o'shani g'iybat qilgan bo'ladi. Bu ham hadis. Unga amal qilib, bunga amal qilmaysizmi siz? Farqi yo'qmi sizlarga? Dinfurushlik emasmi bu? Yana hozir aytyapsizki, onani nimaga aralashtiryapsan? Men aralashtirmayapman. Onani Otabek aralashtiryapti. Onasini avratini yozyapti bemalol. Nimaga yozyapsan desam, meni onamni haqorat qiladi. Siz aytyapsiz, onasini haqorat qilyapsan. Qani haqorat bu yerda? Sizlarda 200 dan bor-da, 2 xil standart bor. Sizlarga bemalol gapiraverasizlar o'rtada. Ziynatan qilaverasizlar, tuhmatan qilaverasizlar. Sizlarga javob bersa, nimaga onani aralashtirasiz? Men onani aralashtirmayman. Men qo'limni o'rtaga qo'yib qo'yganman. Agar bir odam assalomu alaykum desa, men menga muxolif bo'lsa ham, odam bilan suhbatlashaman. Bir soat bo'lsa, 10 soat bo'lsa, 10 soat. Mavzuga muxolif bo'lsin, gap yo'q. Lekin meni orqamdan haqorat qilsa, menga nisbatan noto'g'ri gap gapirsa, men Mubashshir domla emasman. Xo'p bo'ladi deb kechirib ketadigan. Men so'rab olaman qo'limdan kelsa. Yo, tushundim. Agar so'rab olishga kuchim yetmasa, qochib ketsa uzoqroqqa, uni keyin Allohning qadariga topshiraman. Tushundim domla, bu yaxshi xislat. Yaxshi xislat. Bu domla meni haqoratimni nimada ko'rdingiz? Hozir shuncha haqorat qildingiz, men haqoratingizga qarata fikr bildirdim. Sizga haqorat qilmadim. Aytdim boshida. Nimaga meni haqimda menga osilyapsiz? Nimaga? Sizlar erkak emassizlar deyish haqorat-ku domla, u haqoratga kiradi-ku. Undan keyin aytyapman-da, undan keyin aytyapman. Yo'q deyapsiz. Men sizga aytmadim, isbotlang degan so'z aytyapman. Aytgan ish emas bu ish. Bu jonli efirda odamlarga o'zingizni madaniy ko'rsatishga urinishingiz mumkin. Masalan, bir fohisha qo'lga tushganda qalbim pok meni deyishi mumkin odamlarning ko'ziga. Lekin sizlar mana bilib turibsiz, kim haqida gapirganingizni. Alloh bilib turibdi, kim haqida gapirganingizni. Xalq ichida ham aqli rasa odamlar bilib turibdi. Nima kerak bor bunaqa lizinglik qilishi? Nima kerak bor bunaqangi sirg'anib chiqib Ketishga harakat qilishi. Gapingizda turavering. Yo'q, siz qo'rqoq bo'lsangiz, umringizni uzartirmaydi bu gap. aka, biz qo'rqoq emasmiz biz. Nimaga? Biz bir marta o'lamiz, jonimiz bir marta berilgan, bir marta chiqadi u. Yuqoridagi hissiyotga aytilgan gapda bir marta o'lish hamma uni biladi u. Lekin bundan foydalanib, yo siz aytmaganman deb yolg'on gapirishlikka asos emasda bu. Men aytyapsiz, %100 men aytyapsiz u. %100 men aytyapsiz u. Xudodan qo'rqsangiz aytish kerak hozir. Ha, to'g'ri domla, sizga gapirdim, lekin meni fikrim. Nima bo'ladi? Bir narsa bo'ladimi? Hech narsa bo'lmaydi. Men shuning uchun aytyapmanki, bu erkakning ishi emas bu. Yo'q, endi siz o'zingizcha tushunib olgan bo'lsangiz siz o'zingizcha tushunib olgan bo'lsangiz aytman demasdi, domla, siz o'zingizcha tushunib olyapsiz-da. Videoni tagida, siz qo'ygan o'sha videoni tagida Abror, Ashror, eshak deb yozib izohlar yozdimi odamlar yo'qmi? Men videoni izoh yozishgacha olib bormadim men. Ko'pchilik yozyapti, Xurshid, qo'y. Videosida. Uni ko'rmadim men hali uni. Uni ko'rmadim men. Ko'pchilik yozyapti, Otabek qo'y, domla bilan tortishma deyapti, to'g'rimi? Demak, meni tushunyapti ekanmi? Nimaga ularga aytmadingiz? Yo, qani domlani gapirganim deb. Nimaga aytmadingiz? Yo'q, hali men u videoni ko'rmadim domla. Siz tushunmayapsiz. Siz meni majbur qilyapsizki, ha, men xato qildim. Men Abror Muxtor Alini haqorat qildim degan gapimni olmoqchi bo'lsizda, unaqa gap ola olmaysiz mendan. Xurshid, haqorat qildingiz demadimmi? Men haqimda gapiryapsiz dedim. Osilyapsiz menga dedim. Men siz haqingizda gapirmaganman, faoliyatingizni kuzatmayman. Faoliyatingizga qarshi chiqib, qanaqadir siz bilan muxolif emasman. Tushundim. Mana shu yerda o'zi ikki xil gapirib turibsiz. Qani sizga gapirganim deyapsiz? Men aytyapmanki, to'dalanib kellaring degan gap bilan meni gapiryapsiz. Qani sizning nomingiz deyapsiz? Orqasidan aytyapsizki, odamlar domla bilan tortishma dedi, videoni olib tashladim deyapsiz. Qani domlani gapirganim demayapsiz bu yerda. Mana shuni aytadi Xurshid, mana shuni aytadiki, mana shu erkak kishining ishi emas deyiladi. Yo'q, sizni tanlovingiz shu. Men xohlagan paytda bunaqa deyman, xohlagan paytda bunaqa deyman desangiz, sizni tarbiyangizdan men mas'ul emasman. Yo, tushundim. Xudoga shukr, domla shu paytgacha tarbiyam pand bermagan. Bundan keyin ham pand bermaydi, chunki kimga qanaqa muomala qilish kerakligini men bilaman. Siz videoni o'sha joyini aynan o'zingizga taalluqli bo'lgan deb topayotgan joyingizni ko'ryapsiz-da, lekin undan oldingi gaplarni e'tibor bermasdan dayusliginglar ochilib qoldimi? Xalq ko'rib qoldi. Gapimni tugatay, domla. Nega men sizni eshityapman, siz meni eshita olmayapsiz? Yo'q, foydasi yo'qda, aylantiryapsiz. U sizga foydasi yo'q. Meni haqimda gapirmadim deyapsiz. Meni haqimda gapirmabsiz. Lekin odamlar sizga domla bilan tortishma desa, uni qabul qilib olib tashyapsiz videoni.
shuni menga keltirib beringchi. Men haqimda gapirmagan bo'lsangiz, nimaga domla bilan tortishmada hisoblashyapsiz? Videoda odamlar yozyapti. Videoni hozir men sizga to'liq ko'rdim deyapsiz-ku videoni. Ko'rdingizmi? Ko'rmadim. O'sha joyini kesib tashlashdi. Men sizni kuzatmayman. Yo'q. Meni PR deyapsiz. Siz endi mana o'sha narsani meni eshiting. Mana Abror domlamiz, men efir yoqdim, boshqa mavzuda efir qilmoqchi edim. Hamma pastdan yozyapti, Abror domla bunaqa dedi, Dayus, boshqa, qashqa. Men aytdim, qaysi efirda gapiribdilar? Mana shu efirda tanqid qildi. Ularning o'zlarining erkin fikri bor, bildirganda aytsam, yo'q, seni haqorat qildi deyaptilar. Keyin men efirni o'chirdimda, borib o'sha efiringizni topib ko'rsam, mana shunaqa bo'pti. Keyin men uni zapis qilib oldimda, menda menga taalluqli joyini xalqqa chiqdim, mana shunaqa gaplar bo'pti. Nima deysizlar mana shu fikrga? Aqlingiz yetadimi men bilan yuzma-yuz kelib gaplashishga dedingiz? Aqlimiz albatta yetadi, chaqirsalar boramiz dedim. O'zimni o'sha xalq bilan muhokamaga qo'ydim. Ko'pchilik ovoz bilan o'sha domla bilan tortishma deyishyapti. Bo'ldi, men masala yo'q, o'sha videoni shunday o'chirdimda, efirni shu joyda blokka qo'ydim. Ya'ni bo'ldi, tortishmaslik kerak ekan degan fikr o'zimga keldim. O'sha fikr o'zim ichimdan men o'zimni chek qilaman-da, qilayotgan postupkalarimni nazorat qilaman, o'zimni kuzataman. Shunaqa fikrga kelganimdan keyin men blok qildim. Endi uni kim qo'yayotgan bo'lsa, o'zlari qo'yayotgan tarmoqqa men hali ko'rib ulgurmadim bu narsani. Hozir siz chiqyapsiz-da, erkak emassan, xotin chalishsan, nimadir ayblovlar, terpiylar deb haqorat qilyapsiz. Domla, bu terpiylar haqorat degan so'z desam, bu haqorat emas deyapsiz. O'zingizcha qonun yaratyapsiz. Bo'lmasa mana boring, senatga kiring, qonun chiqaring, bu chiqarib tashlang bularni haqoratli o'sha so'zlar turkumidan. Keladimi qo'lingizdan? Yo'q, bunaqangi ya'ni yana xotinchaliklarning gapida bu Xurshid. Siz bilan birinchi telefonni o'zida sizga aytyapman. Menga nimaga osilyapsiz? Men sizni hezalay demadim, haqorat qilmadim boshida. Nimaga meni haqimda gapiryapsiz? Desam boshladingiz siz. Ana yumshoqlik qilishlikka, silliqlik qilishlikka, ilonlik qilishni boshlayapsiz. Men sizga aytyapmanki, erkak odam bunaqa bo'lmaydi. Dedimi? Dedi. Aytdim, og'zidan chiqdimi, otilgan o'q. Bo'ldi, javob beradi. Xato bo'lsa uzr deydi, to'g'ri bo'lsa men gapimni orqasidaman deydi. Qani meni gapirganim, undan keyin aytyapman men sizga. Bu erkak odam ishi emas bu. Bu hizarayli ishi bu. Erkak odam gapirdimi, gapirdim deydi. Gapirmadimi, gapirmadim deydi. Sizga hozir aytyapman, kim aytgan ijtimoiy tarmoqda to'dalarib keladi? U ko'p odam aytgan, bilmayman. Bilmayman emas, esimda yo'qdi. Qaysi profilligi esimda yo'q dedim. Qarang, yana bitta Amerikada. Ko'pchilik kim yana men misol aytyapman, mana gapdan ushlamaysanman degan taktika qilmaydi. Bu yerda ochiqcha gaplashyapmiz. Yo'q, ochiqcha hali ham gaplashyapmiz domla. Men sizni gapimdan ushlab olishga harakat qilmayman. Men gapimdan ushlab olmaysiz Yo'q, siz. siz gapdan ushlashga harakat qilyapsiz. Sizni gapdan ushlab bo'lmasligini ko'ryapmiz. Ilonni o'xshab sirg'anib chiqib ketaman deb o'ylayapsiz. Endi keling bir-birimizni hayvon-hayvonlarga o'xshatmaylik. Bashar farzandimiz, inson farzandimiz domla. Unaqa ilon dedingiz, boshqa haqoratingiz chegarasi bormi o'zi? Men haqorat qilmayapman. Inson tabiatida turli xil hayvonlarning tabiati bo'ladi. O'sha hayvon tabiatiga o'tmasin deydi. Insonni Alloh taolo. Insoncha qo'ydi. Bu Qur'onni ochsangiz ham boshi Mol surasidan boshlanadi, Baqaradan. Oxiri inson bilan tugaydi. O'sha hayvon tabiatidan chiqib inson bo'lsin deydi. To'g'ri gaplashyapmiz. Misol uchun boshida mana telefon o'zingiz aytasiz, meni esimda ham yo'q. Siz bilan gaplashgan ekanmiz, chiroyli suhbat bo'lgan ekan bilishimcha. Chiroyli bo'lgan. Haqorat bo'lmagan ekan oramizda. Yo'q, unaqa bo'lmagan. Nima sizga, ya'ni nima to'lq bor? Mana aloqaga chiqsa bo'lar ekan, ijtimoiy tarmoqdan yo'qsa bo'lar ekan, cheris kimlardir orqali chiqsa ham bo'lar ekan menga. Nima to'lq, ya'ni ijtimoiy tarmoqqa chiqib olib, mana ota-meni ham gapirmayapman, men haqimda o'sha onasini avratini yozib javob ber deyapti. O'zidan o'zi. Men gapirmaganman. Otabek Jo'rayevni ham mutlaqo gapirmaganman, uchiqib menga sakrayapti. Nima, ya'ni nima to'lq? Ya'ni aytadiki, siz ham aytyapsizki, PR deyapsiz. Meni PRga nima ehtiyojim bor? Siz orqali PR qilaman men. Menga ehtiyoj yo'qki. Qaysi joyda, qani, qaysi minutda, qaysi jumlada o'sha Abror Muxtarali PR qilyapti degan gapim qani, domla? Yo, deyapsiz-da, hozir qani meni tutolmaysan meni gapim bilan degan tabiatda bo'lyapsiz. Shuning uchun foydasi yo'q deyapman. Sizni ko'nglingizdagi gapni gapirib qo'yishimni xohlayapsiz-da, men domla, men unaqa emasman. Menga keragi yo'q uni. Menga keragi yo'q. Siz xohlayapsiz men haqimda, siz haqingizda gapirishimni. Chunki men siz haqingizda gapirmaganman-ki. Chunki men gapiradigan ish qilmaganman-da, o'shaning uchun gapirmagan hech kim. Gapiradigan ish qilmaganman, domla. O'rningiz yo'q. Jamiyatda mening uchun o'rningiz yo'q. O'shaning uchun rahmat, xo'p, o'rnim sizningcha o'rnim yo'q ekan. Boshqa insonlar uchun bordir balki. Bordir,
o'sha sizni boshqa insonlar nazdida o'rningiz bo'lsa, o'shalar bilan gaplashib yuravering. Nima qilasiz men haqimda gapirib? Siz haqingizda gapirganim qani deb yana so'rayapman. Yana aytyapman, mana shu gap Hezalayni gapi. Bo'ldi, siz gapirmagan ekansiz. Bo'ldi, meni nazdimda siz Hezalay odamning tabiatidagi odamsiz. Bo'ldi, siz meni ushlolmaysan, xohlagan gapimni gapiraman. Siz meni qancha haqorat qilsangiz mayli, domla, qarang. Xudodan ham qo'rqmayapsiz-da haqorat qilishda. Xudodan ham qo'rqmayapsiz-da siz. Xudodan qo'rqishni Alloh bilan banda o'rtasiga qo'yib qo'yaylik. Sizga javob bermaydi Xudodan qo'rqadigan odam. Siz meni haqimda gapiryapsiz. Izohlarda meni deyapti. Ana Otabek Hamidov degan onasini avratini reklama qiladigan odam o'zini profiliga qo'yyapti. Sizni videoingiz o'tdi. Izohlarda hamma haqorat qilyapti meni. Mayli, men ulardan haqorat qiladigan, menga qarshi montaj qiladigan odamlarga ya'ni javob bera olganim uchun turibman maydonda. Menga birortasini ham qiziq joyi yo'q. Tushundim, domla. Men o'sha joyda ham kommentariyada ham aytyapman. Haqorat qilmasdan fikrldiringlar deb gapirib o'tiribman. Haqorat qilmanglar. Men o'zim haqorat qilishga demak siz nimani gapirsangiz ham bo'laveradi-yu, lekin biz gapirsak bu fazilat emas, bu xotinchalik ishi gapi bo'lib chiqyapti. Bu teskarisi, buni teskarisiga ayting. Sizlar nima desanglar ham bo'laveradi, men javob bermasligim kerakmi? Bunaqa emas, domla. Chunki men hayotimda sizni gapirmaganman. Tanimayman ham, rostdan ham sizni. Men sizni yaxshi taniyman, yaxshi kuzataman, men eshitaman. Hop, nimaga unda yo'q gapiryapsiz meni? Qani siz gapirganingiz? Gapirsangiz bo'laveradimi? Siz gapirsangiz bo'laveradimi? Yo'q, qani sizni gapirganingiz? Mana shu joyda suhbat bog'lanmaydi. Nimaga? Siz iymon keltirmagan narsa bor. Ushlolmaydi, ma'nosini mendan topib ololmaydi, ko'zimni yumib olganman isbotlolmaydi. Ateistlarning uslubi. Boshqa joyda uziladi mavzu. Bo'ldi, gap yo'q. Meni gapirmadingizmi? To'dalarim kellaring deganda meni nazarda tutmadingizmi? Do'mboq deb haqorat qilgansiz. Yengil tabiat, do'mboq odamlar deyapsiz. Bu mazax to'g'risida menimcha bir nima bor, vayl bo'lsin deyilgan, menimcha. Mazax qilganlarga. To'dalarim kellaring degan gapingizga ham nimadir bormi? Hadislarda uni yo'q. Eshitganlarimni o'zingizga aytolman, domla. Men sizdan o'rganganman shunani. Vayl bo'lsin, Allohning la'nati bo'lsin degan masxara qilganlarga. Orqasidan g'iybat qilganlarga. Men g'iybat qilganimni asoslab bering, ko'rsatib bering, mayli. Qo'limni ko'taraman. Hozir shuncha kechirim so'rab video qo'ymagan nomard. Yo'q. Men sizga isbotlashlikka qonuniy asosda qozi sud oldida hujjatim yo'q. Men bu ma'noda gapirmaganman desa chiqib ketasiz. Lekin diyonat masalasida %100 meni gapirgansiz. Bunda hukm masalasi ikki xil bo'ladi-da. Qazovat bo'ladi, diyonat bo'ladi. Qozini huzurida masalan bir odam sizdan qarz olgan, hujjat yo'q. Qozini oldiga borganda, sudga borganda men olmaganman desangiz, sud sizni tarafingizga hukm chiqaradi. Olmagan ekan deydi. Lekin diyonatan, vijdonan qarzingiz bor siz o'sha odamdan. Olgansiz, faqat hujjat qilmagansiz. Bu ham xuddi shunaqa. Sud oldida sizni hozir shunaqa gapni gapirishga haqqingiz bor. Men diyonatan so'rayman sizdan. Allohning huzuriga borganda ham shu javobni bera olasizmi? Men Abror Muxtor Aliyni gapirmagan edim o'shanda. Diyoraysizmi qiyomatda? Men diyorayman desangiz hozir uzr so'rayman sizdan. Bo'ldi, chiqib ketaman, bo'ldi. Tugatamiz. Diyoraysizmi qiyomat kunida Abror Muxtor Aliyni nazarda tutmaganman men deb Allohga ayta olasizmi? Siz yana sekin ilohiylashtirib suhbatingizni olib keldingizda, sekin burchakka sekin qamayapsiz-da. Siz domla, siz mendan nima gapni ola olmaysiz. Agar shu gapim sizni makkillamaymiz biz domla. Yo'q, siz sekin aytib turibman-da, qiyomatga iymon keltirganmiz. Endi shoshmang domla. Albatta. Qiyomat kuni Alloh taolo turg'izib sizni. Mana shu suhbatingda Abror Muxtor Aliyni nazarda tutganmisan? G'iybat bu deb so'rasa, farazan. Yo'q, men Abror Muxtorni nazarda tutmaganman. Diyoraysizmi? Siz nimaga asoslanib bularni dayus degansan degan gapiga qanaqa javob berasiz-ki? Siz o'z Xudoning oldida. Bu alohida mavzu. Uni men javob beraman. Dayus degan bo'lsam, dayusga javob beraman. Lekin men qilolmadim buni. Men xato qilib qo'yibman shu yerda, g'iybat qilib qo'yibman. Deyman, o'tda javobgarlikka majburman, boshqa ilojim yo'q. Bo'ldi, men ham o'sha Allohning huzurida agar men aybdor bo'lsam, men ham xuddi shu gapiraman. Men shunaqa deb qo'ygan ekanman deyman, domla. Xuddi sizning gapingizda, endi siz domla deb, ustoz deb ko'pchilik biladi, men sizdan o'rnak olyapman-da, hozir va vaziyatdan chiqib ketish, qutulib ketishda. Olmaysizda, mendan erkaklar, mendan rijollar o'rnak oladi, sizga o'xshagan o'rnak olmaydi.
Mayli bo'lmasa yuravering shunaqangi sirg'anib. Bir kun yana diydorlashamiz Xudo xohlasa. Inshaalloh. Domla, Xudo omadingizni bersin. Salomat bo'ling. Xullas o'rtoqlar, domlamiz telefon qildilar, ozgina jahllari chiqibdi. O'sha videoyimizdan endi to'g'ri, men o'zi noto'g'ri deb bilardim bu inson bilan bahslashishni, bir fikr bildirishni. Ya'ni men bularni uruvinidagi odam emasligimni men o'zim juda yaxshi bilaman. Bular ya'ni ilmi ko'p, ahli ilm hisoblanadi. Lekin haqiqatdan men Abror Muxtor Ali degan joyim yo'q. Unaqa gap gapirmaganman. Unaqa gap gapirganimda agar aytsa bo'lardilarki, Xurshid, sen shu joyda meni gapirding, aynan meni deb gapirsalar bo'lardi. Lekin men unaqa joyi yo'q edi. O'zlaricha tushunyaptilar, mayli endi. Xudo xolasa inshaalloh o'sha oxiratga qoladigan bo'ldi. Savol javobimiz. Meni boshqa gapim yo'q. Agar aynan mana shu gapim agar bironta insonni meni o'sha so'zim qalbiga tegib ketgan bo'lsa, Abror Muxtor Ali boshqa bir shaxslarni qalbiga teggan bo'lsa, men uzr so'rayman. Men kechirim so'rayman. Aynan o'sha to'dalanib kellaring, ko'rdik to'dalanib kelganda ahvolingizni degan gapim kimnidir asabiga teggan bo'lsa, kimnidir qalbiga og'ir botgan bo'lsa, men uzr so'rayman. Lekin men bor narsani gapirgandim. Ya'ni zino targ'ib qilayotganlarni tanqid qilaylik, auditoriyangiz katta. O'sha narsalarni bir jamiyatni bir baraka olib keladigan harakat qilaylik. Ya'ni zino ochiqdan ochiq targ'ib qilinayotgan bo'lsa, bu ertaga millatdan baraka ko'tarib qo'yilishi mumkin, millatdan baraka ketishi mumkin degan gaplar gapiriladi. O'shaning uchun shu narsalarni gapirdim. Salomat bo'lasizlar, joninglar omon bo'lsin. Bizni kuzatayotganlar. Ota-ona deganingizda kimni eslaysiz? Bitta savol. Domla bilan yuzma-yuz gaplasha olasizmi deyapti. Albatta biz inson zotini hammasi bilan yuzma-yuz o'tirib gaplashamiz. Birovni Abror domlaga o'xshab haqorat qilganim yo'q, xezalak deganim yo'q, boshqa deganim yo'q. Men ochiq, haqoratsiz, madaniy o'sha nima deydi? Tarbiyali gaplashdim va hozirgi suhbatimiz mana yozib olingan. Menimcha domlaning o'zlarida ham bo'lsa kerak. Agar zarracha men xato qilgan bo'lsam, mana etinglar yuzimga. Salomat bo'linglar, joninglar omon bo'lsin. Allohga omonatsizlar. Hammaga Xudo kifoya qilsin. Biz birovga sakrash niyatimiz yo'q. Yaxshi ishlari ham bor domlani. Ko'pchilik o'rgangan, ko'pchilik eshitgan, boshqa qilgan. Omon bo'linglar, joninglar sog' bo'lsin.